Diyor opa, men yosh bo'lishimga qaramay judayam ko'p uyqum keladi. Uyquga umuman to'ymayman. Doim uyqum kelib yuradi. Buning sababi nima? Nimadan bu? Yaxshi uxlaysizmi Feruzaxon? Yo'q, yaxshi uxlamayman. Kechasi yaxshi uxlaysiz, lekin kun davomida uyqungiz keladi. Ha. Demak, uyquga to'ymayapsiz. Yo'q. Energiyangiz yo'q. To'g'ri. Aslida biz uyqum kelyapti deganimiz energiyam yo'q deganingizda to'g'ri bo'ladi. E'tibor bering, aynan shu holatga kelishingizga ovqat hazmingizdagi muammo ham bo'lishi mumkin. Ichaklaringizdan bo'lishi mumkin. Buqoqni albatta tekshirib turishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki o'sha buqoqdagi muammo sizda hamma uyquchanlik, holsizlikni keltirib chiqaradi. Buni oqibatida uyqum kelyapti deb o'ylaysiz. Jigardagi, ya'ni jigarda muammo bo'lishiga sabab ovqat hazmingizda, ichakda, oshqozonda, o't qopida muammo bo'lishi ham o'sha aynan sizdagi holsizliklarni keltirib chiqaradi. Demak, ikkita sistema bilan to'laqonli ko'rib chiqish kerak. Bu sizda hazm sistemangiz va endokrin sistemangiz. Agar sizga ma'lumotlar to'liq kerak bo'lsa, Telegram guruhimni kuzatib, o'zingiz uchun konsultatsiya olishingiz yoki qabulimga yozdirilishingiz mumkin. Rahmat.